Bobur aka, insofingiz bormi? Qachondan beri onam yerda o'tiribdilar. Ramazon oyida duosini olmaysizmi, aka? Keyin ham har safar aytadi, adasi, choyxonaga bormang. Bittagina mana bunaqa zo'r ugalog olib bering, deyotgan bo'lsalar kerak. Keyin ayting okamlarga. Mana shu ko'rib turganinglar 339 ming so'm oylik to'lovi. Sifat haqiqatdan ham zo'r. Ikkita pufiki. Oshxonangizga zo'r tushadi. Olib boring onamni, hojonamni duosini oling. Liboy xil rasvetkalari bor, liboy xili bor. Muddatli to'lovni olman. Bu oy to'lamayman mayli. Keyingi oyga bo'lib to'lab bersangiz bo'ldi. Pasport plastingiz kerak, faqat qolgan narsa kerak emas. Mana qarang, kachistvanim. Aka, bu 328 ming so'm. Bu ham oylik to'lov. Zo'r, sifat haqiqatdan bomba. Aka, bu arzon aytayotganlar bor-ku, ana sexlar uyda chiqarayotganlardan bu ular bilan solishtirib ko'rmang. Bu ancha-muncha boshqa narsa. Ortoped prujinalisi, machalkalisi, xullas bundan ham arzonlarini topish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar yoki o'zimizni ham Texnobrand silkasiga o'tib olsanglar, har xillarni qo'yib boramiz. O'zingiz uchun yoqqanlarini tanlab borasiz. Aka, bitta olib bering, duo qilib qo'yadilar. Ko'rganda ko'rishguncha zo'rini sizlarga ulashdi.